Ya ularning aslahalarini ko'ramiz. Wow, Max zo'radi. Birinchi zombi, skelet, creeper, enderman, golem, asiu bilan aslahalarini ko'ramiz. O'zlaring ko'rib olasizlar videoda. Birinchi o'ynakli aslaha va temir. Temirdan lapata. Zombini o'ldirish kerak. Shu ishni bu odam o'ynash tilmikan, men inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilyapman. Zombi yutolmadi. Zombigacha bordi bu. Endi skelet kiyimini kiyamiz. Endi esa boss. Yaxshigina jon ekan. Buni qaranglar. Qattiq beryapman. Ko'ryapsizlarmi? Skelet yutalayman ekan. Voy, skeletgacha. Endi bu zombi yutalamkan endi degan savol tug'diryapti o'zi. Zombi yutdi buni. Zombigacha bu. Oltin aslaha, oltin qilich. Ani nimaligini bilmadim, lekin restormi u. Restoran ekan shekilli. Zombini aniq yutoladi. Skeletni yutishi mumkin, yutmasligi ham mumkin. Yutmikan. Ko'ryapsizlar, ataydan qo'yib beryapti tentagodan. Temir yaxshi. Temir aslaha va temir qilich. Nizeret bor hali. Men Hervagniz sayla chiqaman. Hervagniz deb o'qiladi ekan. Ken Raider. Skelet yutolaman. Deyapti, yutoladi. Ko'ringlarmi? Creeper. Yo-mayo, boss ekan, ha. Nechta? Creeper. Endi esa Raider, qaroqchi. Endi qaroqchiga aylanadi. Kallasini kiyish. Qaroqchi. Va zombini yutqan. Tutsam ikkitada yaxshi. Ikkitada bu menimcha. 3 tada. Yutyapman, ko'ryapsizlarmi? Voy. Ko'payib ketmaslik kerak bu. Voy, yutqazib qo'ydi. Creepergacha bordi bu. Endi esa izmirod qilich va izmirod aslahalar. Ko'ryapsizlarmi vashshi? Zombi bemalol yutaman. 3 ta zarbada yo, 4 ta zarba yo, 5 ta zarba. 5 ta zarba ana. Endi yerda skelet. Keyin esa creeperga o'tamiz. Skelet ham yutdim. Creeper. Yashalmani deyapti-yu. Yutolmasa kerak. Juda kuchayib ketdi. Va mana. Endi esa nima edi? Aslida sehrlaydi-yu, oting nima edi? O'shanaqa narsa tashqi. Lapis-lazuli qilingan. Uy, lapis-lazuli yomon, lapis-lazuli. Ikkita. Creeper bemalol yutsa kerak menimcha lapis. Va shim kuchli-yu. Uy, yomon so'p tashyapti. Pastga tushmayapti-yu, endi bu nima qilasimiz? Uy, yutdik. Endi esa
Enderman. Yetilmadi. Bizam yaxshigacha bordik Endermanga. Olmasam creeper yetilmaydi lekin. Aniq. 3 ta, 4 ta o'ldiradi. Nima dedim? Biya yo'q. Kuchli olmasam ha. Ko'rdim lekin yetilmaydi dedim. Bir şey ama creeper qanday yutdi? Ender'de yetilmadi. Netherite. Kim meni aslahamga keladi? Herobrine degani bu Herobrine degani. Varingiz degan hali bitta kuchli maxluq bor, boss. Ashi keyin qo'shilmasi deyiladi. Yutdi deyiladi. Yutdi. Ketaver, qoch. Olmos joni ham ko'p kam qoladi lekin bunda. Ha buniki ko'proq. Do'stlar. Yutdi uni. Yo'moy yutdi. Golem yutaladi. Uy, ikkitadir. Buni yutalmaydi. Minecraft. Deb chiqdi lekin. Herobrine. Meni aslahami bu? Meni aslaham. Vahshim kuchli aslahayu qilichimni qaranglar, qilichimni. Meni qilichim va meni aslaham. 2 tada yoyilasan, 3 tada, 4 ta, 3 tada. Buni bemalol. Ahsi golemni bemalol. Buni bemalol. Yutdi. Endi gold. Yo'q, qandaysiga. Netherite yutdi-yu. Voy. Golem yetilmadi. Yo'q, bitta ursa o'lsa mashi. Yomonda vatlahayam. Voy. Meni bir bola ekan. Endi bana aslaha nimadan qilingan? Qilishni qaranglar. O'zim bilaman nimadan qilingan do'stlar. Bossga. 2 tada, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta zarbada o'ldiradi. Lekin joni tala. Uy, yutdi. Golem. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Joni vahshim ko'p qoldi lekin. Endi 1,5 ta jon ketdi. Lekin yaxshi jon yemekan. To'g'rimi? Voy, tishvardi. Netherite aslaha-ku bu. Sehr anaqa bo'yalgan faqat. Bu qanday bo'lyapti bu? Chikkeni o'ldirish kerak. Yo'q, bu Herobrine qilichi ekan, aslahasi bilan. Buni qaranglar, Herobrine qilichi bilan aslahasi. Yomon kuchli. Uyami 2 ta aslahasi bor ekan Herobrine, bildim endi. Bu haqiqiy Herobrine aslahasi ekan. Vahshim kuchli ekan. Herobrine sen uchun. Sen qasib qo'ydi. Qurol ekan bunga. Qurolini ol. Ko'ryapsizlar, vahshiy cho'tki turdi-yu. Turdi-yu, turishiga qarab turdi-yu. Qaranglar, vahshiymi?
Komiljon Ulet TV'ga abone qo'yinglar. Komiljon Ulet TV'ga obuna bo'lib qo'yinglar. Artefaktga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ham 2 million bo'lsa. Mendan katta-ku-ya. Artefakt deyman-da. Necha yoshligim bilmayman. Yutdimi? Vafshim qattiq. Vafshim qattiq. Herobrine yutalmaydi lekin bunaqasi hali. Herobrine ukasi bu. Herobrine ukasini yutib qo'ydi. Asiyo deydi-yu bu. Bilasizlar? Yutdi bu aslaha. Bu aniqda bo'lmasa yutishi to'g'rimi? Buni qaranglar. Vafshim cho'tki. Zo'r turdi-ya, qaranglar. Ko'zim ko'rinmaydi-yu shunday. Lekin vafshim kuchli, yonimga kelolmaydi. Nasib pastga chiqib qanday yonib ketdi bet. Bilmadim lekin. Yutqazdi bo'ldi bu bacha. Bu ham yutalsa kerak, yutalmaydi bilma. Yo'q, bittada. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun men tarjimmer bo'ldim. Xayr.